ularni o'zgarishiga sababchi kim bo'lgan? Internetmi? Erkaklar emasmi? Yo'q, chunki Ayol, har qanday ayolni erkak o'zgartiradi. yo'q. Ha? Yo'q. Ayolni, hozirgi ayollarni internet o'zgartirdi. Chunki u yerda Nafs bor, juda ko'p qalbaki coachlar, psixologlar bo'lib qolgan qizlar. Hozir ayollar ты должен, ты обязан, принеси, подай. Hammasi pul, mashina, uy. Lekin evaziga men erkinman.